Tramp Venesuelaga zarba berishni buyurdi. Maduro armiyani oyoqqa turg'izdi. Lukashenko Putinni suiqasd haqida ogohlantirganini aytdi. Erdo'g'on Tramp bilan Rossiya-Ukraina masalasini muhokama qiladi. Venesuela prezident rafiqasi bilan qo'lga olindi va mamlakatdan olib ketildi. Tramp. Medvedev Zelenskiyni qonxo'r masxaraboz, Budanovni esa terrorchi deb atadi. Alisher Qodirov o'zbekistonliklarni zudlik bilan Rossiyani tark etishga chaqirdi. Afg'onistonda aholi oltin qazib olmoqchi bo'lgan Tolibon vakillari bilan to'qnashdi. Tramp Venesuelaga zarba berishni buyurdi. Maduro armiyani oyoqqa turg'izdi. 3-yanvar kuni AQSh prezidenti Tramp Venesueladagi qator obyektlarga, jumladan harbiy nishonlarga zarba berish haqida buyruq bergan. Telekanalga ko'ra, Tramp Venesuela hududidagi obyektlarga, jumladan harbiy infratuzilmaga zarba berishni buyurgan. Bu qaror bugun 3-yanvar kuni erta tongda AQSh ma'muriyati Venesuela prezidenti Maduro rejimiga qarshi kampaniya kuchaytirgan bir paytda qabul qilingan. Qayd etilishicha, bu zarbalar AQShning mintaqadagi harbiy salohiyatini bir necha oy davomida oshirib borishi ortidan amalga oshirilgan. Xususan, eng yirik aviatsiya tashuvchisi USS Gerald R. Ford va boshqa ko'plab harbiy kemalar Karib dengiziga joylashtirilgan edi. Venesuela prezidenti Nikolas Maduro esa mamlakatning keng qamrovli mudofaa tizimini zudlik bilan ishga tushirish va milliy kuchlarni safarbar etish haqida buyurgan. Prezident Nikolas Maduro milliy mudofaaning barcha rejalarini amalga oshirishni buyurdi. U darhol qurolli qarshilikka o'tish to'g'risidagi farmonni kuchga kiritishni topshirdi. Butun mamlakat ushbu imperialistik tajovuzni qaytarish uchun safarbar qilinishi lozim, deyiladi xabarda. Shuningdek, Maduro millatning keng qamrovli mudofaa qo'mondonligi, shuningdek Venesuelaning barcha shtat va munitsipalitetlarida keng qamrovli mudofaa organlari boshqaruvlarini zudlik bilan ishga tushirishni buyurgan. San'at ma'lumotlariga ko'ra, Venesuela hukumati AQSh harakatlarini qoralab, ularni o'ta jiddiy va qo'pol harbiy tajovuz deb atagan. Rasmiy bayonotda AQSh Caracas hamda Miranda, Aragua va La Guaira shtatlariga hujum qilganlikda ayblangan. Shuningdek, Venesuela mudofaa vazirining uyi Fort Tijuana harbiy bazasida o'qqa tutilgani aytilmoqda. Uning taqdiri haqida hozircha hech qanday ma'lumot yo'q. Lukashenko Putinni suiqasd haqida ogohlantirganini aytdi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Rossiya prezidenti Vladimir Putin Janubiy Afrika Respublikasiga safari chog'ida unga qarshi suiqasd bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirganini aytdi. Bu haqda u 2025-yil 31 dekabr kuni jurnalistlar bilan suhbati chog'ida so'z ochdi. Lukashenkoning so'zlariga ko'ra, Putin chamadonlarni yig'ayotgan paytida u bilan do'stona birodarlarcha suhbat o'tkazgan va jarga BRICS sammitiga ketishga otlangan Putinni fikridan qaytargan. Shundan so'ng Rossiya yetakchisi bu masalaga quloq solgan va sammitga Rossiya tashqi ishlar vaziri Lavrov uchib ketgan. Shuningdek, Lukashenko bu oddiy bema'ni gap so'z emasligini, Putinga qarshi tayyorlanayotgan terrorchilik harakati haqida razvedka ma'lumotlariga ega